Men shu Jamshid Botiyev ferma xo'jaligi rahbari Botiyev Jamshidbek bo'laman. Bu tomchilatib usuli bizga juda qo'l keldi. O'tgan yil 32 gektar yerga qilgandik. Bu yil 38 gektar yerga o'z hisobimizdan qilganmiz bu yil. Umumiy 70 gektarga bordi. Buni o'sha foydasini bilganimiz uchun daromadimizdan shu paxta g'alladan kelgan daromad hisobidan o'z hisobimizdan qildik. Bunda foydali tomonlari juda ko'p ekan. O'sha dorida ekonom qilasiz, texnikada ekonom qilasiz, salarkada ekonom qilasiz. Qisqasi dehqonga ancha yengillik beradigan narsa ekan bu. Albatta bu suv deganda bizni hududimizdan keyingi hududlarga, misol qo'shnimiz fermerlarga ham suv o'tmaganda, hozir o'sha biz suv tejaganimiz hisobiga suvga ehtiyojimiz u darajada sezilgan yo'q. Chunki tejovchi texnologiyalarda 70% suv tejaysiz. Suv tejaladi. Uni hisobiga qo'shnilarimizga ham suv o'tib borishi osonlashyapti. Mana Qo'shqator, ha? Qo'shqator Xitoy Shinjon usulida paxta yetishtiryapmiz. Buni foydali tomonlarini o'tgan yil ko'rganmiz. Endi xudo xolasa, bu yil ham xudo xolasa paxtalarimiz yomon emas. Ko'p qatorida bu yil ham xudo xolasa shu natijasini ko'ramiz degan umidda turibmiz. Mana 100 kilovat soat quvvatga ega bo'lgan quyosh panelini qachon o'rnatdingiz? Buni samarasi qanaqa endi sizda? Bu quyosh panelimizni o'tgan yil 25-yilda o'rnatganmiz. Buni foydasini sezdik. Buni ham o'sha kreditga o'rnatganmiz. Imtiyozli kreditlar bilan o'sha dehqonlarimizga bergan imtiyozlardan foydalanganmiz. Buni ham o'sha samarasini sezyapmiz, o'zini o'zi qoplab, nimamizda ham yopyapti buni o'sha bizga berilayotgan to'ylarni, kunduzgi to'ylarni imkoniyat darajasi quyosh panelidan olyapmiz. Kechqurungisini o'sha davlatimiz to'kidan foydalanyapmiz. Oshchasini o'sha to'k nimani ishlatmagan paytimizda tarmoqqa chiqarib sotyapmiz. Buni ham shu dehqonlarimizga tavsiya beradigan narsa ekan. Xudo xolasa qilsa yaxshi bo'ladi.